Assalomu aka, yaxshimisiz? Aka yotib qolib so'radingiz mana aka. Mana qonning 7 qator profil to'qilgan bo'lsa, taylarning 7 qator profil to'qilar aka, yotib qolibdi. Taylarda shanirli bo'ladi aka, bir tomonda 3 talik, bir tomonda 2 talik. Mana shu yotib qolganimizlar aka, 6 talik. Disli. Hozir rezbalar bo'ladi aka mana. Rezbalar. Bu kampeli qilib qo'yilgan mishalkalari, so'ngslari. Bu yerda aka mana qolipdan zaxira bor, muammo yo'q qoliplarimizda. Zaxiramiz ko'p aka. Hammasi yotib qolib aka. Keyin kech qazorishimiz kerak bo'lgan shu zaxira qilishimiz yana qo'shimcha qilib. Ko'pchilik so'rashyapti aka. Hozir katta liniya qilamiz, siz katta liniyadan gazovoy. Aka periodga deysizlarmi? Hammasidan bor. Lato tumba deysizmi aka? Qirili qolibmi? Hammasidan bor aka. Turbali qolib deysizmi aka? Qolipimizdan muammo yo'q aka, qoliplarni. Yevro kampli deysizmi? Yevro kampli deganda